Qur'oni Karimda shunday bir oyat bor azizlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu robbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Sadaqallohul azim. Ey iymon keltirganlar, bizga aytayapti Alloh taolo. Agar ey insonlar deganda mu'min va kofir hammasi bir bo'lib ketardi. Yo'q, bizga aytayapti. Ey iymon keltirganlar, ruku qilinglar, sajda qilinglar va Robbingizga ibodat qilinglar va yaxshilik amalni qilinglar. Agar zohiran tafsirini, bu oyatni maqsadini tushunmasdan shundoq tarjimasini o'qiydigan bo'lsangiz, sizga savol tug'iladi. Alloh taolo aytayaptiki, ruku sujud qilinglar, ya'ni namoz o'qinglar va boshqa bundan tashqari bo'lgan ibodatni qilinglar, haj qilinglar, roza tutinglar, zakot beringlar ma'nosida. Deb turib, yaxshilik qilinglarni alohida aytayapti. Namoz o'qish yaxshilik emasmi? Roza tutish yaxshilik emasmi? Haj qilish yaxshilik emasmi? Zakot berish yaxshilik emasmi? Nima uchun Alloh taolo bu narsalarni aytib, oxirida yaxshilik ham qilinglar deyapti degan savol bo'lsa, mufassirlar javob beradiki, namoz o'qish, roza tutish, haj qilish bu insonning o'ziga foyda. Ya'ni o'zingiz namoz o'qidingiz, o'zingiz uchun manfaat bo'ldi. Haj qilib keldingiz, o'zingiz uchun manfaat bo'ldi. Roza tutdingiz, o'zingizning salomatligingizga, jismingizga va oxiratingiz uchun manfaat bo'ldi. Lekin yaxshilik deb atalmish narsalar borki, u yaxshiliklar bundan tashqari moddiy va ma'naviy amallarda bo'ladi. Bunda endi jamiyat ishtirok etadi. Kechqurun hamma uxlayotgan vaqtda uyqingizni harom qilib tahajjud o'qishingiz o'zingiz uchun manfaat u. To'g'ri, siz yaxshi ish qildingiz. Buyuk ibodatni qildingiz. Ko'pchilik qila olmaydigan ishni qildingiz, lekin o'zingiz uchun. Uyingizning bir burchagida 11 rakat namoz o'qidingiz. Lekin biz aytayotgan Alloh taoloning ushbu oyatidagi masala, yaxshilik qilinglardan murod faqatgina namoz o'qib, faqatgina roza tutib, faqatgina zakot berib, faqatgina haj bilan kifoyalanib qolmanglar-da endi. Musulmonchilik faqat bu bilan emas. Bu bilan bir qatorda endi moddiy va ma'naviy yaxshiliklarni ham qilinglar deb Alloh taolo Qur'onda ishora qildi. Ana shu uchun payg'ambar alayhisalomning hadislaridan birida aytdilarki, kullu ma'rufin sadaqa va inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin va an tufriga min dalwika fi inai akhika. Sadaqar rasul. Har bir yaxshilik sadaqadir. Bir do'sting bilan ko'rishding, bir inson bilan ko'rishding, tabassum bilan, ochiq yuz bilan ko'rishing ham sadaqadir. Va agar bir inson sen bilan suv olishga kelsa-yu, tasavvur qiling, bir quduqdan suv oldingiz, bir idishdan suv oldingiz yoki bir shunaqa suv chiqadigan havozadan suv oldingizda, do'stingiz kutib turibdi. Kel, sen birinchi keta qol, seni ishing hal bo'lsin deb haligiga quyib berdingiz. Yo siz navbatda turibsiz bir narsa olishlikka. Qarasangiz sizdan yoshi ulug'roq, bemorroq bir inson turibdi, ayol turibdi, zaifa turibdi, bola turibdi. Ke dedi, shuni ishi bita qolsin dedingizda, o'zingizni navbatingizni haligi insonga berdingizmi, biling sadaqa qilgan, moddiy sadaqa qilgan bilan savobingiz bir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmon mana shunday bo'lishni o'rgatyapti.